Assalomu alaykum sitrus ekinlari hamda limon ishqibozlari. Bu galgi videomiz mana shu limon haqida bo'ladi. Ko'pchilik kommentariyada yozgan, limonlarim bo'yi baland bo'lib o'sib ketyapti, tepaga yetib qolyapti, firmalarga, karkaslarga yetib qolyapti deyishyapti. Buni albatta jo'stka obreska qilib, obreskalarni vaqtida parvarishlab, yoshligidan parvarishlab borilsa, u unchalik o'suvchan daraxt bo'lmasligi kerak. Chunki ko'pchilik biladi, limonchilarimiz limon aksariyat pastki tarafida meva soladi xolos. Shuning uchun obreska paytida shunga e'tibor berib, uni mana shu bir xil diagonalda olib olib, o'sha razmerda tepasini qirqib, obreska payti tepasini qirqib, bir xil bo'yini bir xilda qilib, diagonalni olib obreska qilib turish kerak. Shunda tepaga o'sib ketmaydi. U tepaga o'sib ketganlar bu biz aytganimizdek erkak novdalar bo'ladi. Undan hosil olib bo'lmaydi. U meva hosilga kirmaydi ham. Aksariyat mevalar past tomonda bo'ladi. Shunga alohida e'tibor berishlaringizni so'rab qolamiz.